Alo. Ahvoh aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Salomatligingiz zo'rmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Tanijoningiz sog'mi? Charchamasdan yuribsizmi aka? Alloh. Gap yo'q. Allohga shukr, o'zingiz yaxshi. Olmaysiz. Rahmat. Ismingiz nima aka? Bir chekkaga o'ta olasizmi? Gaplash qulaymi aka? Gaplash qulay, chekkaga chiqsam svязьmi qolib qoladi. Bo'ldi. Bo'lmasa bostirib o'ring aka. Sizga qulay bo'lsa bo'ldi agar. Ismingiz nima aka? Ismim Aslon. Familiyangiz? Samarqand Pazog'amdan. Samarqand Pazog'amdan. Aslon aka, familiyangiz nima? Familiyam Hazratov, ismim Aslon. Gap yo'q. Ishlar bo'lyaptimi? Xizmat qayerda bo'lyapti aka? Xizmat Peterda. Peterdami? Nima ish qilasiz aka? Bu povurmisiz deymanda, bu oppoq ko'ylaklarni kiyib ko'rib turibsiz. Restoranda ishlayman, pahlavon. Salomat bo'ling aka, gap yo'q. Omadingizni bersin. O'zingiz Samarqand viloyati qayerdan mandingiz? Samarqand viloyati Pastormandingizmi? Pastormondan. Gap yo'q. Tanish chehrlar akam. O'tgan safargi o'yinimizda, o'tgan safargi emas, undan oldingi safargi o'yinimizda yutuq chiqqanmiz, sizga adashmasam, to'g'rimi yo'qmi? Ha, yutuq chiqqan. Nechta pul yutuvdingiz o'shanda? Unda $1000 yutuvdi. Gap yo'q, omadingizni bersin. Mana shu bilet raqami kimniki aka? Bizdekida. Gap yo'q. 110 bilet raqami egasi Aslonbek akamiz chin qalbdan tabriklaymiz aka. Pahlavon Mahmud kanalidan $2000 pul yutumini yutib oldingiz aka. Allohga shukr, joningiz sog' bo'lsin. Bosing aka, omadingizni bersin. Chin qalbdan tabriklaymiz. Jonli efirda turibsiz aka. Jonli obunachilar bilan birgalikda sizni hozir ko'rsatib turibman akalarimizga, opa-singillarimiz, barcha obunachilarimizga aka. Pahlavonjon, avvalambor sizga katta rahmat, shu yil tashkil qilgan tashkilotchilarga. Jamoangiz bilan davom bo'lsin. Rahmat. Obunachilar, sizga kattakon rahmat. O'yinlaringizni qo'rqmasdan o'zingiz aytasiz-ku, qo'rqdan o'ynamaydi, o'ynagan qo'rqmaydi. Qo'rqmay o'ynasa chiqadi pahlavon. To'g'ri aka. Hammaga kattakon rahmat. Kam pullariga. Rahmat. Yaxshi kunlar chiqsa yurganlar. Boshqa tarixlarga yutuq chiqsin kelar safarlarga. Gap yo'q. Aslan aka, samimiy treyler uchun kattakon rahmat aka. Gazga bo'lsin. Qancha vaqt bo'ldi Rossiyaga kelganingizga? Shu oxirgi safar. Iyul oyi kelganman. Iyul oyi bo'lsa o'ziga ketadigan paytim ketdi. Bir aylanib, uyga bir aylanib kelish. $2000 maza qilib, bir aylanib, to'ylarga, yaxshi kunlarga ishlating aka, nasib bo'lsa. Omadingizni bersin. Aslan aka, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz aka. Efirda albatta siz bilan bog'lanamiz. Kunlaringizda O'zbekistondan yaqinlarga siz, yaqinlarga kimga siz o'sha insonlarga albatta berib qo'yamiz. Hech qanaqa kamomatlarsiz aka. Qopqolmi akamiz? Xo'p. Rahmat. Aslan aka, sog' bo'ling, omon bo'ling aka. Ishlarga omad. Do'stlarga, yaqinlarga tavsiya qilish esdan chiqmasin aka. Qo'par va qayshiga istab berganmiz. Omadingizni bersin aka. Salomat bo'ling.